Binoni asl yuza qismi bor-ku, o'sha necha kvadrat? Men endi ko'p joyda ko'raman, voha tomonlardagi ustalarimiz 100% sasandan foydalanishadi, 10 gon brusdan. Rossiya Magnitogorsk tunka yaxshimi yo Toshkent metallurgiyasi tunkasi yaxshimi? Tomni yopib turib, keyin tom qilgan yaxshimi yo oldin to'sinlikni tashab, tomni bitkazib, keyin tomga lombos qilgan yaxshimi? Assalomu alaykum, Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Biz Namangan shahar Parsezdamiz. Ortimda turgan obyektni Master Tomning eng ishonchli, tajribali masterlari Muzoxon aka boshqaryaptilar aka. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Xo'p, obyekt haqida to'liq ma'lumot beraylik aka endi. Qanaqa ma'lumotlarni beraylik? Xo'p, kelganingizda, dogovorlashayotganingizda bu obyekt qanaqa edi-yu, hozirgi kunga kelib qanaqa bo'ldi? Biz kelganimizda, dogovorlashgan paytimizda faqat mana devor turibdi-yu. Shu holatda bo'lgan. Parapet, tusun degan narsalar. Tusunni ham tashalmaga o'zingizlar tashlagansizlar. Ichkaridan kirib kelishadi aka. Ketdik. Biz bilan bo'linglar. Agarda qiziq bo'lsa, bitta like, izohingizda tom borasida xohlagan savolingizga javob beramiz. Ketdik. Oho, bino ham o'ta zo'r-ku aka. Chertoj bilan qilingan bu bino? Ha, proyekt bilan birma-bir bo'lyapti. Proyekt bilan birga bir bo'lyapti. Tom ko'rinishi ham bormi? Ha, proyekt. Xo'p, tom borasiga kelganda, tom ko'rinishlari o'zgardimi, o'zgarmadimi? Yo'q, deyarli hozir o'zgartirmadi. O'zgartirmadi. Bizga yoqqanligi uchun umuman o'zgartirmadi. Birga bir chiqyapti. Birga bir chiqyapti. Binoni asl yuza qismi bor-ku, o'sha necha kvadrat? 354 kvadrat. Endi bunga qancha tunka mahsulot ishlar? Oldiga metal cherpitsa ishlardi, bir 400 kvadrat atrofida. Ustiga bir 500-600 kvadrat atrofida profnastil ishlardi. Demak, opshoq hisobda 900 ming kvadrat chiqadi, aksessuarlari bilan birga. Shundoq bo'ladi, ha. Zo'r. Endi yog'och qismiga qanaqa materiallar? Hop, yog'och qismiga tepada yuring, bir ko'rsatib. Ha, bevosita ko'rsatib, ha? Ko'rsatib beramiz. Siz ham o'syapsiz, aka? Xo'p, mana tomni tepasiga chiqib oldik, aka. Kerak. Aka nima uchun qo'ydinglar? Baquvvat bo'lishligi uchun qo'ydik. Baquvvat bo'lishligi uchun. Men endi ko'p joyda ko'raman, voha tomonlardagi ustalarimiz 100% sasandan foydalanishadi, 10 gon brusdan. Nima farqi bor? 10 gon brus 220 ming so'm, 6 metrli. Ha, bu bo'lsa 55 ming so'm. 6 metrligi. Yo'q, 4 metrli, eng ozg'in joyi 100 lik bo'ladi. Nechlik? Eng ozg'in joyi 100 lik. 100 lik. Ha, 100 lik hisobda qilaylik. Deyarli 2 barobar arzon. Yo, 2 va 4 barobar arzon. 4 barobar. 220 ming so'm. Ajoyib. Abrishotkalarni ham ko'rib turibsizlar. 2 ga 8 a bular? 2 ga 8 to'la chiqadi. 2 ga plusovka. Plusovkasi. Zo'r. Cho'tki. Endi bu yerga qarang-da. To'sinliklarni ham tashlagansizlar, vassallarni o'zingizlar qoqqansizlar. Necha kun bo'ldi bu obyekt? Mashq holatiga kelishiga kesma holatga olganmiz. Tusun bosdi, parapetlarni urdi, vassallarni qoqib, shu istarapini shu holatga yetib kelgungacha bir hafta atrofida vaqt ketdi hozir. Ko'rishingiz mumkin, atrofi ham 2 4, 6, 7 kishi javlon uryapti. Aka, qarang-da, 7 kishilik jamoa bilan shu holatga qanchada keldi? Bir haftada keldi. Necha kunda strapldan 100% chiqadi? 2 kunlik ishimiz qoldi xolos bu yerda. Xo'p, tunkani zaryadkasini qachon berasiz? Xudo xolasa 2 kunda beramiz. Beriladi. Endi tunkani buyurtma berdingiz, 3 kundan 5 kungacha chiqsa, necha kun to'liq holda tayyor bo'ladi? Bitishimi? Bitishi. Bu yerni bitishi tunka shu yerga kelib tushishi bilan bir hafta atrofida tunkasini yopib olamiz. Endi qarang. Xo'p, tomni asl yuzasi necha kvadrat hozir bu yerda? Asl yuzasi 400 kvadratdan ortiqroq. 400 kvadrat. Tunka necha kvadrat ketishi kutilyapti? 1000 atrofida ketadi. 1000 atrofida ketadi. Oldi necha ko'tarilgan? Oldi 220 ko'tarilgan. 220 ko'tarilgan. Shunda 220 master modeldan o'rnaydi. Shundoq. Hop, Toshkent yoki Rossiya? Yo'q, Rossiya. Rossiya noto'g'ri. Musoxon aka birinchi ishni tunka sozlikdan boshlagansiz. Necha yil taxminan? 10 yil atrofida tunka yopganmiz. Tunka yopgan. Keyin strapilga o'tdingiz. Strapil bilan qilib. Endi hozir alhamdulillah glavniy mastersiz. Shundoq. Endi qarang-da, bizga bevosita o'zimizga yuzlangan mijozda ham, Instagramdan ham ko'p yozishadi. 3 xil tanlov bor. Rossiya Magnitogorsk tunka yaxshimi yo Toshkent metallurgiyasi tunkasi yaxshimi? Asli tunka soz sifatida. O'zi asli kelib chiqishi Rossiya ham, Toshkentniki ham qozoni biti. Faqat bu yerga O'zbekistonga kelishi tunkasi alohida, kraskasi alohida kelishida farqi bor xolos. Xudo xolasa rossiyskiy bilan Toshkentniki tortishaveradi bir-birisi bilan. Bir-biri bilan tortishaveradi. Sifat borasida bir xil. Sifat borasida zo'r. Ma'lumot o'rnida aytamiz, Master Tom Rossiya Magnitogorsk tunkasiga ham, Toshkent metallurgiya zavod tunkasiga ham 1 yil 10 yilgacha kafolat beradi, zanglamasligiga va rangi o'chib ketmasligiga. Shundoq. Endi bu obyektga qanaqa? Bu obyektga xudo xolasa Rossiya Magnitogorskga yopmoqchi bo'lib turibmiz. To'liq ravishda. Pon aksessuarlaridan. Hammasini. Musoxon aka yana bitta savol bor. Mijozda ko'p so'rashadi-da mendan, qarang.
tomni yopib turib, keyin tom qilgan yaxshimi yo oldin to'sinlikni tashab, tomni bitkazib, keyin tomga lombos qilgan yaxshimi? Hozir 80% joyda seysmadan chiqqan to'sinini bosamiz, vassasini qoqib, strapel, tunika, ponni yopib bo'lgandan keyin pena quyib qo'yilyapti. Pena quyiladi. 90-80% joylarda. Yana bitta, hozir tug'ilib qoldi savol. Lombos bo'lmagan, to'sinlik tashalgan. Bu yerga pena lombos emas, aksincha lombos qilinsa, lombos og'irligini hisobiga bular 1-2 mm pastga tashlamaydimi? Yo'q, tashlamaydi. Chunki hisobiga? to'sinni 20 ga 5 lik baqvatini qo'yganmiz. Bu yerda yana bitta narsaga ahamiyat berib ketaylik. Mana. Bu lestva. 5 ga 20, lestva. Lestva. Tera bo'lsa, egilishi mumkin. egilishi mumkin. O'shanda zatkandakka ozma-ozmani berishi mumkin, cho'kishi mumkin. Demak, sifatlisini tanlang. Sifatli yaxshisini olamiz biz, pastianni. Bu obyektga nima endi? Lombosmi, penami? Yo'q, pena. Xohlasa pena. Endi qarang, pena bilan lombossi nima narsasi? Umuman farqi yo'q. O'zi aslini olganda ikkitasi ham bitta vazifani bajaradi. Bizga prosta ideal chiqishlik kerak. Tekisgina. Tekisgina ideal chiqishlik kerak. Keyin haliga bejirim bo'lib chiqadi. Narxi farqi narxida deydi-ku. Shunaqa. Salomat bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agarda tom borasida qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirib, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing. Uyingiz yoki obyektingizdan tomni yopmoqchi bo'lsangiz, bemalol Master Tomga murojaat qilishinglar mumkin. Musoxon akalarimiz sizlarning xizmatingizda. Xudo xolasa.